turdim. Acır tapar her tüken insan Takdir her kimnin öz kolida Devrimizden tor çolpanları Yürekte var ot armanları Devrimizden tor çolpanları Şal erkek kız oğlanları Vissal tapar bu sahnimizde Sahneyge Küter sizni talay ve fırsat Ahmetler yar bu yerde sizge Kalbe üçün kerek dur cüret Devrimizden tor çolpanları Yürekte var ot armanları Devrimizden tor çolpanları Şal erkek kız oğlanları Vissal tapar bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Vissal tapar bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Ekran aldır ki biz yaxşı gördüğün, şundaqla bizni yaxşı gördüğün barcha körmenler, tordaşlar, qeyrindaşlar, səhvimizdeki bizden suyumlik ustazlarımız, el qalbidan o'rnagan çolpanlarımız, marka tavsiya qiluvchilar, shundaqla programmamizga jiroq yaqindan kelgan barcha mahirlarimiz, tor çolpanlarımız, darajadan tashqari tor çolpanlar programmamizning yangi son orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men uzundan beri sizlar uchun xizmat qilishni o'zimning baxtli tali deb bilib kelayotgan shundaqla darajadan tashqari tor çolpanlar programmasining riyosatchisi Gülşen Mehmet Tursun. Hammanglarga salom. Ekran aldırıki qadrli körmenler, tordaşlar, qeyrindaşlar, bizning programmamiz qo'yilgandan beri haqiqatan bu tordaşlarımızdan, körmenlerimizden yaxshi bahsiga erishib keldi. Onun başqa körmenlerimiz programmamizni ko'rgandan keyin qachon tanlash ilib beriladi, qachon shollash ilib beriladi, bu programmadagi chempion zodi kim bo'ladi degan savollarni keyin-keyindan bizga qoldirish orqali bizning xizmat qizg'inligimizni texmo oshirdi. Ekran aldırıki körmenlerimizdan, tordaşlarımızdan yaxshi ko'rishi bizning odig'imizni chiqadi deb o'ylasak bo'ldi. Bu munosabat bilan ekran oldidagi barcha ko'rmanlarimizga, bizni qo'llab bizga madad, ilhom, kuch, muhabbat berib kelayotgan har biraylarga, ekran oldidagi barcha yaxshilarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Sizlar bo'lganligingiz uchun programmamiz kundan kunga intayin yuqori sifatda suratga ilinayotdi.
3-cü qitimliq mərkəzinin Şinjan xizməti söhbət yığınının royunu çoğunqur izcillaşdırıb və əminləşdirib, ictimai muqimlik və əbədi əminlik baş nişanını çördəb, Şinjanı qanun boyunca idare qilish, Şinjanı ittifaqlaşıb muqim qilish, Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, xalqni beyitib, Şinjanı ronaq tap buzuş, Şinjanı uzaqçı güllendiriş çağırqıga aktiv avaz qoşub, özümüzдің bir kişilik töhfimizni qoşuş məqsədə hər millət tor çolpanları üçün kəngri meydan bolğan dərəcədən taşqırı tor çolpanları proqramısını vücudqa çıxardıq. Sizlər görüb turayotgan mana muşu bizning isil proqramımızı deməkçimiz. Dərəcədən taşqırı tor çolpanları proqramımız bolsa, növbətdəki ən yeni yüzünüş bolğan, ən moda bolayotgan torda, naq meydanda bevosita mal setishni asos qiladigan program bo'lib, rayonimizdagi, ya'ni Abdulum rayonimizga tunji qaror tor cho'lponlarini torda naq maydonda ko'rsatib, mal setish riyosati bo'yicha tarbiyalab yetaklash orqali Şinjanning isil mahsulotlarini texnik ko'p kishilarga tunishtirish uchun hamda tirishchan yoshlarimizning go'zal arzu-armonlarini amalga oshirishni o'ziga maqsad qilgan. Şinjandagi har millat xonim-qizlarimizning alqishiga erishgan fansiy tibbiy ter asrash buyumlari programmamizning tajdorligini o'z ustiga olgan. Abida gazliq soda suyu, Abida meyve tamlik çayları, Abida tabiiy muzluq suyu, Abida kasbiy pay cheklik şirketi programmamizga alayda hamkorlashgan. Şinjan Fanshing Madaniyat tarqitish cheklik şirketi programmamizni ishlashni o'z ustiga olgan. Eng kasbiy bo'lgan qisqa video torda naq maydonda ko'rsatib, mal setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fanshing Madaniyat tarqitish cheklik şirketi bilan aloqalashing. Huzur to'ygi süt parashugi, huzur to'ygi süt atganchi, huzur o'shki süt atganchini ishlab chiqargan Urumchi hayot shirkati programmamiz bilan alayda hamkorlashgan. Programmamiz bilan hamkorlashgan o'rin Buyuk Shop yiningizdagi yakshanba bozor. Ekran aldırı qadırlı görmələr, tordaşlar, onda bulsa əmdə mən dərəcədən taşqırı tor çolpanları proqramımızdaki biz həmməylən hörmətləydiğən yetəkçi ustazlarını tunuşdurup ütümən, diqqətinlər mənim tunuşturuşumda bolsun. Yəni, Şinjan Toyluq Xalqara Soda Çəkli şirkətinin lideri Obul Həsən, Obul Qasım əfəndim, qarşalımız. Xoş gəlibsiz. Paris 3-cü çoğun məktubundan Karxan başqurish kəsbini bitirgan 5 xil tilg'i pishiq, shundaqla Miran dərəcədən taşqırı til ögünüş usuli namlıq kitabının avtori, negizlogiya ilmining batqachisi Nurmamat müəllim qarşalımız. Nurmamat, xoş gəlibsiz. Şinjan Nobel Karxan başqurish şirkətinin qurğuvchisi, Karxan məsləhətçilik yetakchisi Xadija müəllim. Xadija, xoş gəlibsiz. Munavvar ayol karxanchi, Bahar şirketining qurg'uvchisi, Fancy markasining barliq keltirguvchisi, Najman kishilik kollektivining yo'l boshlamchisi Munavvar xonim. Munavvar, qarşalımız, xush kelibsiz. Yana sizlarni jafo qo'ydigan bo'ldik. Bugun o'zinglarning bildigan barcha bilimlaringlarni, tajribalaringlarni, o'rgangan barcha o'zinglarda bor bo'lgan boyliqlarning hammini bizning mahirlarimizga, tor cholponlarimizga yetkazib berishinglarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Hamda bizning shu darajadan tashqari tor cholponlari programmamiz suratga ilinib, ko'rsatilgandan keyin bu ustozlarimizni barcha ko'rmanlarimiz intayin yaxshi ko'rdi. Shundaqla bizga bir ustoz bo'lsa degandek taklif fikrlarni qoldirdik. Programmamiz qatnashsanglar, sizlarning ustozinglar bo'ldi. Shunlashqa hammanglarning qizg'inlik bilan programmamiz qatnashinglarni umid qilamiz. Endi biz intayin yaxshi ko'radigan, faxrlanadigan, hurmatlaydigan, el qalbidan haqiqiy o'rin olgan suyimlik cho'lponlarimizni tunishtirib o'taman. Mening suyimlik adam shundaqla Şinjan radio televiziya stansiyasining dаңлıq rejissori, el söygen çolpanımız Xasiyat Qurban qarşalımızda jafo qo'ydigan bo'ldik suyimlikda. Bu kelishgan yigit bo'lsa, eng olqishliq naqshchi, muzika akkordlashtiruvchi, shundaqla ijodiyatchi, ko'zga ko'ringanda yana unutib qolsa qolmaydi, ko'z ko'ringan ijodiyatchi hamda muhabbat ko'ychisi Keramjon qarşalımız. Keramjon, rahmat. Mayli biz har bir tor cho'lpanimizga kasbiy jihatdan bo'lsin, odamiylik jihatdan bo'lsin va yoki tor cho'lpini bo'lish jihatdan bo'lsin, bak yaxshi bilim beryapmiz deb o'ylayapman. Har bir san programmamizda mana shu cho'lponlarimizdan, ustozlarimizdan tirishchanligida tor cho'lponlarimiz uchun bu sahna o'zini namoyon qiladigan sahna bo'lib qolmasdan, o'gindigan, haqiqiy bilimga erishadigan bir katta sahna bo'ldi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Endi bu suyimliklarni tunishtirib o'taman. Ya'ni bizning programmamizdagi marka tavsiya qiluvchilar. Urumchi Huzur Soda Çekli şirketining muavin direktori Munavvar xonim, xush kelibsiz, qarşalımız.
Sanam turmuş kırım buyumları çekti şirketinin muavin direktori Halide Şenşi Dirintang Biyopen Teknik Taraqqiyot çekti şirketinin lideri Adalet Ahmet Xanqız Adil İngiliz tili tor darsxonasining qurg'uvchisi mamlakatlik ingliz tili musobaqasi chempioni Adil Ma'lum Rohlan Biyopen Teknik çekti şirketi bazar sağan Ay Ovli markasidagi xonim qizlar mahsulotining setish bosh nazoratchisi şirketga yandaş qurilgan Aura ambulatoriyasining doktori Guljanat Mo'min xonim, Xinjiang Shenchim xalqaro savdo chekti şirketining birlashma qurg'uvchisi, shundaqla bozor etish direktori Jaloliddin Ibrohim. Ekran aldırık qadrli görünmələr tordaşlar, bizden dərəcədən təşkil tor çolpanları proqramımızın vücudqa çıxış üçün bizden xizmətçi xadimlərimizdən başqa əlbəttə proqramımızı izchil qollab kelayotgan karxançılar, karxanlar muş münasibət bilan bu karxanlarga, şirkətlərə alaydı minnətdarlığımızı bildirimiz. Sizlər bolğanlığınızlar üçün biz proqramımızı intayin qalbilik halda sürətə kelyapmiz. Şinjandagi har millat xonim qizlarimizning alqishiga erishgan fansiy tibbiy ter asrash buyumlari programmamizning tajdorligini o'z ustiga olgan. Abida gazliq soda suyi, Abida meva tamlik choylari, Abida tabiiy muzliq suyi, Abida kasbiy pay cheklik shirkati programmamizga alayda hamkorlashgan. Xinjiang Fanxing Madaniyat tarqitish chekti shirkati programmamizni ishlashni o'z ustiga olgan. Eng kasbiy bo'lgan qisqa video to'rda naq maydonda ko'rsatib mol setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fanxing Madaniyat tarqitish chekti shirkati bilan aloqalashing. Huzur to'ygi suti parashugi, huzur to'ygi suti atganchi, huzur o'shki suti atganchini ishlab chiqargan Urumchi hayot shirkati programmamiz bilan alayda hamkorlashgan. Programmamiz bilan hamkorlashgan o'rin Buyuk Shop yiningizdagi yakshanba bozor. Ekran aldırık qadrli görünmələr tordaşlar. Mana dərəcədən təşkil tor çolpanları proqramımızın yeni sanını görüb durubsizlər. Bu san proqramımızda bir özgəçilik var. Qandaq degəndə proqramımızı yaxşı görüb kəlgən bizdən tor çolpanlarımız bizə qayta inkas qilish arqılıq, şundaqla xat qaldırış arqılıq proqramımızdakı mahirlarga, tor çolpanlarga cümleden mana bizdeki suyumli ustazlarımız tanlab bo'lgan mahirlarga jang e'lon qilmoqchi, raqobat e'lon qilmoqchi. Qandaq deganda bugun biz shu qizg'inlikni alayda yuqur bo'lgan 4 mahirimizni taklif qildik. Bu 4 mahirimiz yana bizning oldingi san programmalarimizdagi mahirlarga o'xshash oldi bilan mahorat ko'rsatdik. Mahorat ko'rsatgandan keyin bizning bevosita ko'rsatish rayonimizni o'zining alaydigini joriy qildirdik. Shuningdan keyin bu mahirlar sizlarni tanlaydi, sizlarmi mahirlarni tanlaysizlar. Lekin bu yerda bir shart bor. Qandoq deganda, mushu mahirni tanlab bo'lgandan keyin o'zinglar tanlagan mahirlarning ichidan birini tanlaysizlar. Hozir masalan har biringlarning 5 dan o'quvchisi bor, shundaqmi shogirdlar bor. Shu 5 ning ichidan birini tanlaysizlar degan gap. Albatta, bizning programmamizga talab bilan qatnashganligi uchun bizmi cho'qim yuqur o'lcham bilan qatnashtirdik. Bugunki mushu mahirlarning ifodasining qandoq bo'lishi, shundaqla bularni kimning tanishi hamda qaysi mahirni shallab chiqarish sizlarning ilkinglarda. Albatta, men har bir jarayonning cho'qim adil ilib berilganligiga cheksiz ishonman. Dərəcədən təşkil tor çolpanları proqramımızdan raqobat e'lon qilish musobaqasiga 4 nafar mahir qatnashib, 4 ustoz gruppasidagi 5 mahirga raqobat e'lon qiladi. 4 ustoz gruppasidagi qaysi mahir davomli sahnada qilib qola oladi? Raqobat e'lon qilgan 4 mahir o'yinsiz sahnada qola olamdi? Diqqatingiz davomli ekranimizda bo'lsin. Başlasak xo'p ekan. Pishirmoq qotmay nomi yemgan. O'zingiz ishindi ekansiz siz. Sende hech qanday tamtirash yo'q, bayatimmi Gulshamisiz deb o'tdi. Ey, ahmaq, qachongacha boshqalarning turmushi havas qilib yashamoqchisan? Tomaj deganda qanday olib ketsiz? Ha, shuni demabman. Parlaq bir riyosatchi bo'lib chiqishingizga chin dilimdan tilakdashiman sizga ukam. Shu ta'minchi tilni qo'riydi bu. Eng muhim narsani esa unutib qo'yib qoldi. Bu san programmamizda bizning konu mahirlarimizga jang e'lon qilgan, raqobat e'lon qilgan 4 nafar mahirimizning tunjisi sahnimizga marhamat qiling.
Сәлем достар, менің атым Аққу. Бүгін осы Чаудио Ванхун программасына келіп қатынасқаныма өте қуаныштамын. Мен осы 4 жыл бойы көптеген тор беттерінде жібоғылу арқылы өзіме бірталай фынсы жидым. Ошы егі гаушау жубо көптеген күлкілі қызық істерді ортақтасу арқылы көп адамды өзіме фынсы ретінде қабылдай алдым. Бірақ та осы Чаудио Ванхун программасына келіп тағда көптеген мені танымайтын, менің ерекшелігімді әлі көп байқай қоймаған экран алдындағы достарға өзімнің бір қырымнан артықшылығымды көрсетейін деп қатынасып отырмын. Осы программа арқылы көптеген мұғалімдарды және де мықты ванхундарды көріп, жетіспейтін жерлерімді толықтап, осы сақанадан енді өзіме бір білім қабылдайын деген оймен келдім. Hello， 大家好，我的名字叫阿顾，我是一个抖音主播。我之前在抖音上面有25万粉丝，这950 000的，还有就是在好赞有27万个粉丝，大概也可以说是50万左右吧。然后我的专业是阿肯弹唱会，可是今天бүгінгі енді басты көрсететін өнерім сол жыбылмайхо, енді ондай жақсы жыбылмайхо қыла алмасам да енді тәлейімді сынап көрейін деп енді осы сақанаға келдім. Болды. Болды дейді. Мен Аққу тұқы, сіздің ісіміңіз не? Тордекі ісіміңіз мүші Аққу деп ойлап қапты ма? Я, о, меніңізі еші Аққу. Мүші өйдекілер кейін мүші тор чолпыны болып кетеді деп ойлап сізге Аққу деген ісімді қойып декен тұқты? Тоғыра. Тоғыра дейді, янмай. Ұчақлады, нәді бірі бұндақ тор чолпанлар бәтті, нәді дойын қаузанлар бәтті, Немені десем тоғыра. Аққу сізді башқылап әк ұмақтамды? Қайқы дейді ғой деймі, өзімі білмеймі. Mesela жібо қамақтырыңызды инкасланың ішіде Аққу бәк ұмақ, Аққу тәк әла дейді ғала баду? Әмді ондақлағу жүқ әмді. Ұмақ боға шықа. Тоғыра, рас сіз бәк ұмақ кәнсіз. Bu sizin birinci alaydıqınız ki, Аққу. İkinci alaydıqınız özünüz ki, bək şimdi kənsiz bu? Nemişqa? Şu neçüz min pintozlarınız boğanlıq üçün ma? Şu, toğra. Neçüz? Yoq, menin tirişçanlığımda bu gəpdən də kitab gəlsən. Çünki həmdə bizdən muşu basqıçımızda aldı bilən çoxum həmdə bir ilgi sənəcətki bir alaydıqın kösüş gerekdə çayı cənşi. Yemişqə çayı cənşi kösətməyələm, bıl demə, özəm işəngeşki muş basqıçını ütüb gitərləymən də boyuldunuz. Yox, vaqt bək qıs bulab qaldı. Yaxşı təyarlıq qılıb çıxay da boylapsız da. Təyarlıq qıldığan nem qılamay qaldım, görməy qaldım. Mesela bugün çoxum konum ayrıladım, bir əni şallı vitişiniz gerek də. Tavtay qılışımız gerek. Çıdalı. Çıda, işəyəcəniz var mı? Az qana var, köp mü əməz? Köp mü əməz? Köp dəv əməmsiz? Bək, işəyəcəm var da. Maqıl. Onu başqa nemiş qoxulunuzum da mindirtey verirsiniz. Tırnıqınızı yeni yasatqanlığınız üçün mü ya? Yoq, bəksiyimiz boğaşqa şu aldımda tosap tırsın da. Qolsqa tosap tırsın deydi. Bək süyümlük. Bək təbii kənsiz. Biz həm də nemişqə sizni yaxşı gördük. Çünki siz təbii boğanlığınız üçün. Bəlkə jibo qan vaxtınızda pintozlar mı sizin kimi şu erkinlikinizni, təbiiliğinizni, tüzlüğünüzni yaxşı görüş mümkün. Doğru mu? Çıcı da micazınız. Doğru. Dostlarınız bilen mi bana şu tüz münasibət edip baram? Siz tüp tüzlam? Dostlarınız mı sizni bək yaxşı gördü? Bop qaldı ondaq mənə sən deyil. Əmsə, iqtisadi kırmınız nədən kırvatıdı? Аққу hazır? Hazır şuma bir şirketdə,公司，一个传媒公司上班。Konkret hizmetiniz şu具体？具体工作就是拍短视频。Yani şu Douyin'da?短视频. Mesela asaslık ilgi qaysı məzmundaki短视频啦？ilgi 搞笑之类的，就是қызқарлық дамдық şuna，安跟吐槽，就是gap qilish ilgi，әр xil话题的，就是那种。Onda mesela muş jiboda to'xtamay gaqilsiz. Mesela rekord yaratqan vaqtınız qanchalik? Qancha saat to'xtamay gaqildingiz? 4 saat qo'y deyman. 4 saat. Aralıqda çay içdingizmi? Çay içib tamaq yedim.
Mesela bu şu 4 saatte çay içken, tamak yiyen jaryanlarınız mı tordaşlar kördü, doğru mu? To'g'ri. Ko'raverdi. Hammasini ko'rdi. Yaxshi ko'rdi, ha? Yaxshi ko'rdi. Mesela qanday tamoqlarni jiqroq yeysiz bu jarayonda? Men jiqroq yeyman. Nonni? Onunki qaynoq suvni jiqroq ichsiz, to'g'rimi? Qaynoq suv ichgan ko'ngling tinch deb, ha? To'g'ri. To'g'ri. Ay bek umoqki bu afqo Baya Keremcan dedi ya, havzanda bek chiq ko'rman deb, Keremcan qani. Ben şu an bana avval bediniz mi? Növbetme. Aslı xasiyetinden bir şey gap qiladi. To'g'ri. Aqlsizligim yaxshimisiz? Sahnamizga xush kelibsiz. Men boya sahnaga chiqib bo'lg'uchilar deb bo'lgan emasmi? Bu qiz bakkepdan. Nima sahnada jiddiylashib qoldi. Azroq jiddiylashish o'ngishilsa balkim, lekin jirbodagi ganjosini topmoq sal tas bu sahnada. To'g'ri, ha. Men ko'rgan vaqtimda hayron qolganim nima desangiz bo'lsangiz. Birga bak hozir javobgan. Birisining gapiga bak tizlik PK qismi. O'ylashib o'tmayla inkas bak tiz. Masalan, men hozir gap qilyapman, oyoqqa muyoq qarsam, ozroq og'zim to'xtab qoladi. Bu sonimni so'zlaydigan bo'lsa, to'xtab qolmaydi. Uni ustiga gaplar shunda joy-joyida, ravon, hem boshqalarni qoyil qildigan, hem qiziqarliq, yumoristik shunda. Bakjonliq singlim bu. Men bu sahnani ko'rib shunda xush bo'ldim. Sizga omad tilayman. İşleriniz yaxshi bo'lsin. Xosiyatida. Rahmat. Siz gap qila olasiz. Naqsh ayta olasiz. Abay aqin tanchang dedingiz-ku. Aqin tanchang, Bugun nima aytmadingiz? aqin yo'q. 和我一起唱的没有那个另外一个对手有。 Baldırak desangiz men duyşo bo'lib aytishibdim emas. Buni qila olamsa ya, buni qila olamsa ya. Nemishki bu sahnaga kelib qoldingiz hamda qanday sizga bizni oldingi programmalarimizni ko'rish orqali o'zingizni sinab boqqingiz keldimi yo o'zingiz bo'lgan ishonchingizda yugurib keldingizmi? Ma bizning sahna o'ng'ay sahna emasdi. Siz tayyorliqsizda yugurib chiqibsiz, qo'rqmay. Sizda bir narsa bo'lmasa, bu yurak sizda bir yerga boshlab chiqolmaydi-ku. To'g'ri. O'zimni sinab boqay deb. Ishonchisi bor. Ishonchim bor deyman. Bor dema. Bir bor devitinga. Bor. Bu deyman. Bo'ldi. Bo'tdi. Endi menda savol so'rang bo'ldi. Ikkimizning kasb o'xshashga. Sizmi do'yin ishlaydigansiz? Ikkimiz bir shirkatga ishlab qolmagandik. Menmi do'yinni bakchiq ishlayman, shov-shupin tatdiman. Men ko'rganman, do'yinni ko'rib boqaman. Men sizni shu kichik vaqtimda tatib ko'rdim. Bizni ko'rib cho'ng bo'lgan xosiyatida. Deydi. Rahmat, men tanimay qolgan bo'lsa deb noyat tasti degandim bu gapni. Yasni. 他那个sizning kinolaringizni andan keyin就是那种搞笑的短视频，从小时候开始看嘛。Demek ilqi nurg'un odamlarda o'zi ifodalamoqchi bo'lgan nurg'un ortiqchiliklar bo'ldi. Ba'zilar bizga o'xshash astaq fursatdan kelib qolishi, ta'limimizdan kelib qolishi bilan ifodlayolmaymiz. Nurg'un odamlar bor o'zi bor bo'lsa ifodalayolmaydi. Bugun nurg'un o'ziga bo'lgan bir narsa bo'lmasa qo'rqmay ma sahnaga ya naqsh etmaydi, ya ustoyma, ya jo'sh o'qilmaydi. Hech qanday alaylikni olmay kaptu, lekin hammasini o'rgataman deydi. Texi yo'q emas. Hammasini o'rmisingizmi? Biroz bo'ldi. Hammasini bo'ldi, ruxsat qildik, chiqib o'rgatmay bir ikkisini o'rim. Anken ikkimizning ham bir o'rtaqlik bor ekan, u bo'lsa ismingiz Aqqu ekan-ku. Men bu Aqqu degan ismni bek yaxshi ko'rib, o'zimdan ko'kyosiga Aqqu degan taxallusni qo'yganim bir 10 yil bo'lib qoldi. Mana. G'ayrat qiling. Demak siz shirkatlarda do'yin o'ynayotgansizku, men jubo qilib beqibsiz. Kim Keremcan dedi. Balkim sizda ash ortiqchilik bo'lg'achqa shuni joriy qildirayotgan bo'lishingiz mumkin. Odam cho'qim o'zida bor narsani bayqash kerak. Bayqagandan keyin uni cho'qim joriy qildirish kerak. O'sha ortiqchiligingizni joriy qildirib, mayli iqtisodiy jihatdan o'zingiz kirim yaratish bo'lsin, mayli Xinjiangning avtonom rayonimizdan yaxshi mahsulot, yaxshi ish harakatlarini ichki o'lkalarga, xalqaroga, boshqa davlatlarga taqitish uchun azroq hissangizni qo'shsangiz, mush sizningki natijangiz bo'ladi. G'ayrat qiling. To'g'ri, haqiqiy aktiv energiya tarqatadigan Aqqu bo'ling, ismingizga o'xshash.
Akku, unda bo'lsa bizning birinchi bosqichdagi mahoratlarimiz tugadi. Ya'ni o'zingizni tunishtiringiz, o'zingizdagi ishonch sizga bir mahorat, sizga bir alohidlik bo'ldi. To'g'rimi? Endi ikkinchi bosqichda bizning bevosita setish rayonimizda ma'lum bir mahsulotni sotamiz. Qarang, ekranimizda qarang. Akku. Qozoqcha kiyim. 哈萨克族服装。哦，对，哈萨克服装。直播的setib baxtыңызmı? Yo'q. Bugun tunji qaytamiz shunami? Qanday ishonchingiz bormi? Unda ishonchim yo'q bo'lib turyapti-da. Yo'q bo'lib turyapti. Nima ishqa yo'q bo'lib turyapti-da? Bilmay qoldim. Bilmay qo'yasiz. Men chibo mayxo qig'ilichiq bo'lmadi, lekin chibo qig'ilichiq bo'lgan. Shu an. bir aylan bo'lgan deb mayxo 开始就是。所以刚开始尝试嘛。 Buldu, sınab bakaylı ya. Sınab bakay. Bevosita setish rayonimizga marhamat. Hello, 大家好. Endi bugun o'zlaringizga mana Qozoqning ultiq ko'ylagini tanishtiramiz. Birinchidan bunaning ishindagi ko'ylakda odatda uylangan kishilar mana chujafu retinde kiyadi. Chujafu deganimiz qizni uydan chiqarganda kiyadigan ko'ylak. Al endi buning qo's etekli jelbirini nega qisqa jasadik desak, jurganga qulayli bo'lishi uchun. Al ikkinchidan mana beldigini nega oslay o'rnatgan desak, mana birinchi shenshov qiladi. Yuqoricha aytganda o'riq ko'z deydi-ku. Al endi buning ko'zlari biroq toza kumus. Al endi bunagan keladigan bo'lsa, qizil rangda qozoq irimdaydi. So'ndaqdan ko'pincha to'ylarga o'sha rangda taldaymiz. Al endi ikkinchidan endi buni bir chujafu retinde istet olamiz. Ikkinchisi mana xunshashining suratga tushganga istetga keladi. Al endi ko'pincha hozirgi yoshlar endi fuguda pasonda kiyinadi. So'ndaqdan mana chapanda biz o'sigan qo'sib tikamiz. Bunani bulay kiyetim bo'lsa, unda bu vaydida suratga tushganga o'ta qulayli bo'ladi. Al uchinchisi buning bas kiyimi. Bas kiyim o'ta deb yeg emas, o'ta deb alas emas. Undagi sebep ari berib jurganga qulayli bo'ladi. Misol mashinaga tushib chiqqanda ikkinchidan mana yerga taqqan sho'lpisi bu toza kumus. Buni toza kumusdan jasagan sebebi qozoq kumusni o'ta yaxshi qarimdab o'sinday o'zining yo'llarini ne deb aytadi. So'ndaqdan mana sho'lpisi bo'lgan joyda sizlar sirg'a taqpasangizdar da bo'ladi. So'ndaqdan bu kiyim ikki turli istet oladigan kiyim. So'ndaqdan biri xunsharshinga, biri bulaycha aytganda to'yning basindagi qizni uydan chiqaruga keladigan ikki turli ko'ylak. Buning rangini nega qaniq rang tanladik desak, bu kir ko'taradi. Ko'pincha sirtqa istetadigan ko'ylak bo'lganlikdan әрине o'sha rangdan tanladik. O'sinday jalpi o'zi qarapayim, o'zi жаңа zamonga uylashadigan ko'ylak endi alsangizlar har qanday to'shdi. Akku qandaroq? Xil yaxshimi sizningcha? Biroz yaxshi. Xil yaxshi ya. O'zingizga nomer qo'ying desam, necha nomer qo'ysiz? 90. 90. Mana 10 nomer nereden tatıldı? Yüzüm qizarib ketdi. Bo'lmasa yuz qo'yib tatdingiz shundami? Haqiqatan ishpadingiz shunday yaxshi oluyor. Undan keyin suratingiz shunchalik tezda, undan keyin faqat to'xtab qolmadingiz. Kekeshlab qolmadingiz a? Bir to'xtab qoldim. Bir to'xtab qoldim. Nima aytdingiz? Ajabkansiz. Haq bilmagan, men bilmagandim. Yaxshi. Mana mushu setish bilan pentozlar olama mush kiyimni. Sizning hozirgi mush setishingiz bilan almaydi qo'y deyman. Bak tez bo'lib nima deganimni bilmay qoldim. Bak tez bo'lib ketdi, nima deganimni bilmay qoldi demoqchimi? Asli jiqroq vaqt bo'lsa, andan keyin chuqum oldi deb o'yladingiz a? Agar sizga qanchalik vaqt bersa setyapsiz mush kiyimni? 3 minutda. 3 minutdami? Aldirmay nima qilsam? Aldirmay ya, ha. Hozir sal yaxshi bo'ldimi yuzingizning ahvoli? Texmi qiziryapti. Texmi qizirib ketdi. Qani, ustozlar nima deydigan Alloh baqayli ya. Marhamat. Akku yaxshimisiz? Yaxshi. Siz o'zingizga qilmay shu biz Mayirda-ka, men Gulshan Mayirmikin deb qoldim men hozir. Mana mushunaq qildi. Siz o'zchilar shundoq ozroqpa. Ajoyib mahorat bor ekan sizda. Jibo o'qigandim shundoq qilmaylar. Pintozlarni gap qilib ketsam, jiboda bak yaxshi gap qildi ekansiz bo'lmasa. Azroq tushunganim bu chujafu, ya'ni qizlar yotib bo'lganda kiydigan ko'nglak deb ichligini tunishtirdingiz-a? Lekin shu jibo qilgandan keyin satqa vaqtdagi oldingizni desam, amniyatda nayti uzuqbagdek mazmunlar so'zlaydi ekansiz. Gerçi men tushunmasam, lekin ro'yaltingizda his qildim buni. Ro'yaltingiz men taymak yaxshi. Yuzim qizirib ketdi degan bilan appa xil turdi, men qarasam qizlagandek emas. Andan sizlar ishonch bormi yo'qmi bilmadim men. Dastlabda ishonchim bor degan tog'az, keyin yo'q, ozroq bor dedingiz. Andan jibo quvvatli uzun bo'ldi, lekin mol setishga kirish qilmoqdek bir oy bo'ldi deb, andan misha kelganlardan bir ikki kun o'rib yetma davatsiz. Bir ikki yil bo'lgan bo'lsa degan bo'lsangiz mush gapni. Shu ishonch sizda bormi yo'qmi?
Barma. Barma deb sizdan so'rayotdi. Mendan so'rayapsiz. Barmi yo'qmi? Aqu. Bar bo'lsinchi, bar. Бар. Buldu sizning shu o'zlik alik Argulning bir purqi bor-da. Sizdan o'zligicha bir o'zimni ko'rdim men. Shundan chiqqandan buyon gap qilmay turib bizni kuldirib, o'zi chiroydigan bir mahorat bor ekan-sizda. Men numar ekanmidim deysiz qarsam, aslida tut sov bor ekanda-ku. Shuni ichib bersangiz bo'ladi ekan, lekin uni demaymi kuldirib aytdingiz bizni. Andan jiboga nisbatan jibo qilish tariximiz uzun bo'pti. 500 mingdan oshgan pintozlaringiz bor ekan. Demak, o'zingizga bir ishonch to'plagandan keyin boshlaydigan o'xshaysiz. Har qanday ishni qilgandan keyin bizda ishonch texnik ko'p bo'ldi. Shunga jibo qilishingiz bilan namiyatda tayxo mal satish ikkisini navada o'xshash ish deb qarasak, jiboga vaqtingiz uzun kelishon bundan faqat ansirash yo'q sizda, lekin mal satga vaqtingiz qisqa kelishon. Shu mal satish kelgan vaqtda men buni qilolmayman deb o'ylab olgan bo'lishingiz mumkin. Lekin 你可以成为一个好的直播带货的博商，相信自己。好，可以，谢谢。 Bu qizda men bir narsani his qildim. Anaqa bir xil odamlar borchi, o'zi kulmay turib boshqalarni kuldirib yetadigan. Naq bu qiz shundoq o'zi kulmay turib boshqalarni kuldiradigan tipdan ekan. Anadan keyin bu qiz o'zi mushundoq bir turqi bilan ham odamni o'ziga jalb qilish kuchi bor ekan. Nayt pek o'ziga ta'talaydi ekan. Shunda bek diqqatini qo'zg'ay, odamning diqqatini qo'zg'ay olaydi ekan. Hamda bu ham jibo qilish jarayonida jiboni bek yaxshi qildi deb o'yladim men, to'xtab qolmadi. Shunchalik ravan. Amaliyotda jibolarga qo'yilgan ehtiyoj to'xtab qolmaslik intayin ravan tez bo'lishi kerak. Lekin endi Oshiyada balkim mas sakinning sur bo'lishi kerak. Yilqi aslilik o'zining yilqi ruhiy holatini ep chiqqanmidi. Yilqi iste'molchiga beradigan ishonch, iste'molchining bir xil yilqi kayfiyatini ko'taradigan bir xil qizg'inlik shu narsa kam bo'lib qoldi. Boshqa taraflardan yaxshi bo'ldi endi davomli tirishsangiz, siz ish qilib odamni o'zingiz mishdan turiblam o'zingizga jalb qiladigan bir kuch bor ekan. Shunaqa endi davomli tirishing. Men qozoqchani tushunaman. Biroq qozoqcha so'zlayolmayman. Biz men uyg'urchaga qilsam, siz men qozoqchaga qilsangiz bo'ladi. Ha, bo'ladi. Yaxshi tirishing. Ma'qul. Rahmat. Bo'lib hozir men o jiboda taqatgan sürtünüz bak yaxşı oldu. Ben bunu yüzünüzde 90 numara verdiniz, ben sizge 100 numara veririm. Hakikaten bu bir yadıyla vagan deklam. Bu kiyimnin ki, Kazak milletinin ki örf adet kiyimliki, kız toydan öydün çıkanda kiydiğen, hem toyluk süratki düşkende kiydiğen, şunda kiyimlerden düşendiniz o. Lekin hem de yüzünüzdün ki, sahneye kiremediniz hem de siz bir xil ciddileşip. Umu toğra, bu mu bir dereceden taşkırı bir çolpallar programı soğandı ki, çoğun tiptiki bunu asallam kirip gitmek tez. Lekin yüzünüz xuddi bir yasli ballardek nahayeti bir rastçılıkınız varken sizin. Nimmini desi deydiğen işçinizde bana. Çıllıqa. Çıllık. Bu şunda boğandı ki, belkim sizin punktozlarınız mı, muşunun da köp işi mümkün. Bir xil umaklık hem de. Bir rastçılık demdik. Hem bulup hazır ma tunuştuğan nersim naydı yaxşı tunuştudunuz. Bu hem de tıkımı tirişsiniz, yaxşı bulup gitedi sizin işiniz. Üzünüzge şençiniz bolsun. Makul. Makul. Rahmet. Bulanda? Bulanda. 相信自己。相信呢。bir相信olup gitti. Yaxşı. Akko sanlam yaxshimsiz? Yaxshi. Akkoning nimaligini o'zingiz bildigansiz? Uchadigan qush yo'q-ku? O'zingiz bir qo'chaqqa o'xshaydigan bir qiz bor ekansiz. Siz shu pintozlarni qanday yiqqansiz? Naqsh o'qib yig'dingizmi? Yo mana shunda kuldirish orqali o'zingizni tortish orqali yig'dingizmi asosliqi? Turmushdagi chin bo'layotgan ishlarni 用另外一种方式来表达出来的那种。 Mesela vlog mu işləyəsiniz şundaqmı? Vlog ilə özünüzün turmuşunuzdakı bir günlük iş fəaliyyətlərinizdə mi işləmisiniz, işləməmisiniz? Yox, onu işləməyirsiniz ha? İşləməyiz. Amma turmuşda bo'layotgan çıxışlarni biz tutal qilib, shu arxil. Turmushdagi eng chin ishlarni ifodalab bergan o'ziniki shakl orqali. Şençangmı yoki siz oldin tayyorlab surat kelib taqtamsizlar? Yo'q, 现场拍。现场拍？是。 现场就是想说的话题就直接说。 Anda men maqsadga vaqtingizda intayin ravan tushundingiz. Boshqa ustozlar shunda yaxshi baholarini berdi. Endi siz tushundigan vaqtingizda siz nima ish qildingiz deganda tushundirish chataq yo'q. Siz mau asosliqi qozoq millatininki ayollar kiydigan yotliq bo'lganda kiydigan kiyim-ku bu. Mana shu vaqtda biz uyur yaxshi, manda yaxshida u emas. Siz mush kiyimni kiysangiz, yo'ldishingizni o'zingiz mabtun qilib olasiz deb sal arzu armon setaversiniz, yomon tezroq setaysiz. Buning rahti uning bilan kari yo'q haqninki. Uning tarkibiy qismi qiziqmaydi iste'molchiga.
Adette mal satışın bir neçe türlü bilinço. Birinci derecelik mal satışı adette bunda arzu arman satıdı. Bunu bu şunda keysiniz, nurgul adamını erlerini üzeriniz mepton kılasınız, sizler vatçı seti ütəleysiz. Çünkü nurgul adam şunu yaxşı gördü. Hem bu sizinki bir medeniyetlik bir giyim keçeyken bu. Meyatki medeniyetin bunda bir jogurip kirgizsiniz, tekrar tizrak sata alaysınız. Sizin bayatın mal setiş usulünüz adetki bunda bir mudikinin satqandek aşıqlı aletте söylep kaldınız. Allah aydı bir xaslıqni başqa usul təsvirləsiniz, tekrar tizrak setip çıxıra alaysınız dep qarayman men. Şıqılıp sizde çoğun bir yuşurun iqtidar bakken qilib ketali etkensiz. Neçiz ming funsan jiqqanqa. Xaslıqınızın bakken. Size. Texmi tirşan. 抖音那么teşviqat sözü cilu 美好生活的 bu bizniki mayli doyinki juboda bo'lsin va yoki qisqa filmlarda bo'lsin shundaqla Aquning bugungi sahnadagi o'zini ifodalashda bo'lsin bir chinlik bor bir rostchilik bor bir tabiiylik bor shuning uchun insonlar yana tabiiylikni yaxshi ko'rdi ekanmiz chinlikni yaxshi ko'rdi ekanmiz samimiylikni yaxshi ko'rdi ekanmiz jumladan Aquni yaxshi ko'rdi ekanmiz to'g'ri to'g'ri rahmat Aqu sizni yaxshi ko'rdim bir bosqich bor Hazır bir nutq sözləyimiz, bir temi berimiz sizge. 5 minut ətrafında sözləyisiz, bulamdı? 现在是 hazırdan özdə. 可以 Başlayalım dostlar. Başlayalım. 谁来给我说 Çaq tügüdü. Rahmet. Əmsə keyinki basqışlarımızı açmadığınız yaxşı yaxşı bolsun, bulamdı? Maqul. Rahmet. Söygen yarımga Sovga kıldın nakşamni Zapmu güzel muhabbetli Tulunaylık akşamni Dildin söygen yarımga Sovga kıldın nakşamni Güzel muhabbetli Dolunaylık akşam
bo'lsa endi keyingi mayirimizni taklif qilamiz. Marhamat. Mən Abid Adil. Şixanza Universitetini bitirib doktorxanada 3 yil ishildim. Arqadan o'zim kichigimdan tijorat yo'lini yoqtirg'achqa, yenib chiqib tijorat yo'liga qadam qo'ydim. Yiqildim, turdim, yiqildim, turdim. Yanıla bo'shashmay davomlashtirib tijorat sohasida ta hozirgacha meng'otaman. Darajadan tashqari to'rchulpanlar sekinsiga kelishim bo'lsa, o'zimning jur'atini sinab beqish hamda mushu yerga to'rchulpan moyillaridan o'zimda kam bo'lgan bilimlarni mujassamlash hamda bevosita tarqitib setish jihatda o'qituvchi ustozlardan bilim olish maqsadida keldim. Yaxshimsizlar, karxanchilar, barliq ustozlar, san'atkor Ada aka, hozir vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hamda men mushu darajadan tashqari to'rchulpanlar sekinsiga keldimda, Müş oylab baxsam, ayolimning nazarida ham qalbida men birinchi darajalik artist. Şo'muş mahallamizdagi pensiya chiqqan doktorlarning hammasi kichigimni tortib meni tunuydi. Endi bir qo'llamaydigan mening opam. Aslida bir gap deb bersam, opam ayolimda aral 2 yosh kichik. Qanday qilsam endi mushtan vaqtidan boshlab dadam yetlab bozorga chiqsam, ammo Mekiyanning anda uzun so'qashqini hozir qadar ko'rmabdi ekanman. 3 soat saqlatamdi odamni. Achchig'imni bag'am bitib bu serg'ashda mayli desam, bu polo nada achchiq deydi. Hey, o'ylab beqinglar jingtish olmaganki baldiroq chikatmamdi. Munda bir gap bor. Sen yaxshi, men yaxshi, tunur qiziq, na yaxshi deb. Suhbet tunur bishi uxlab qaptimi? Tushun sharliqan tusha qaptimi? Ham tush deganga qo'ygan bijamiz 15 sekunddan davomini ko'gil olmaydi ekan. Endi pul bachaqdi-ku, yaxshidan pulam tugab yomon bo'ldim. Kishilar yegan lag'man qarab sarg'ayib saman bo'ldim. Saman degani qo'yaydi. Qiliq beraysim, opam aytgan lag'manning suvi azib qapti. Qanday qilma? Endi ochlikdan to'qliq yomon dadamdan opam deb. Endi bozam shunday ekan. Shuning bilan o'ylab to'y taklif qo'yish niyat keldim. Bir qulamda gul, bir qulamda üzük. Tangshalmagan bu olamda azoblardan o'zgi yo'q. Biri kuysa biriga va birining ko'ngli yo'q. Tangli kuysa shu yuraklar muhabbatda armon yo'q. Azoblardan ham xoli o'z yoriga ko'ngli to'q. Mushu gapim yetar biz, endi bo'ldi ishivamman. Mishqirib qo'ymay, elibaka to'y taklifimni rad qilib etmang desam, bo'p tigay dedi, hammamni olay dedim. Shuning bilan mushu cho'ng dadam bilan parallel o'qitgan vaqtimda biz dam olish kuni chiqib burundan tukib o'sab qalbni ipamamdi. Shuning o'xshash bu qavziyat kesilimi yomon kesal. Qanday qilamiz bu yer turaverganning foyisi yo'q. Qarab boqsam, mening mas'ul doktorim kaqapti. Shu to'g'ri shunlar men qayt turayjimi? Abid qarşalımız aldı bilan ko'rmanlarimizga, ustozlarimizga, cho'lponlarimizga salomingizni yetkazgach o'zingizni sunishtirib o'tamsiz. Bo'ldi, barliq karxanchi ustozlar, san'atkor aka-da, hozir vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mening ismim Abid. Ha. İsmim Abid. Ha, ismim Abid. Men o'zim maktab bitirib 2015-yili doktorxonada 3 yilga yaqin ishladim. U yerdan men o'zim tijoratga qiziqashga inib chiqib do'kon ochdim. Hozir qadar shu tijoratlar bilan shug'ullanyapman. Endi men bu kasbning emas, lekin mushqitim shu o'zimdagi bir qiziqishni chiqarish uchun ham shu sahnaga kelib, oldin qatim miyaga bir keldim. Bu sahnaga bir keldim. O chaqda oldidagi mayirga men yordam nimasida keldimda, kelib, shundan boshdan oxir ko'rdim, o'zim shunday qiziqib, uxlayamadim desam bo'ldi. Shuni bir kelsam bo'ldi deb. Shundan arliqlar bir fursat chiqib qoldi. Shuni bilan kelib, shu bugun oldinlarda namoyon bo'ldim. Namoyon bo'ldim. Nim dukaçsiz Abid? Men duka ochmayman, asos chatdim shu nachildan yoqi. Shu har xil ushaq-tushaq ishlar desam bo'ldi endi. Ishqi pul topqili bo'lsa. Shunday. Qonunliq. Uningki o'zimizning pul topadigan. Amgikimiz, ajrimiz bilan, To'g'ri. Topqil bo'lsa, ish qilib tirishyapsiz shundaqmi? To'g'ri. O'zingiz degandek siz bizning oldingi son programmalarimiz qatnashgan savodishingizni isminimdi? Ayzuhra. Ayzuhra bilan qatnashib, shu Ayzuhraning o'rinlagan ariyasida rol olib Bugun qatnashdingiz. Bugun qatnashgan bizning yangi mahirlarimiz, konu mahirlarimizga jang e'lon qilish uchun keldi dedik. Endi balkim siz qatnashib Ayzuhrani chalib etishingiz mumkin. Balkim. Bu xil ehtimollikmi borda? Ayzuhra buni o'ylab baxmidi-da? Ayzuhra ayad uxlab yotgan bilan tushib kirmidi-da, Abiddan bunda qildi. Balki men bilamdi Ayzuhra qatnashdigingizni? Bilmaydi. Demidingizmi? Demidim. Nemishqa? Endi menmi nim deymiz? Demay dedim asos chatdim, birishdan deyishni yoqtirib ketmayman-chi oldin. Endi ko'rmamasmi programmamizni ko'rgandan xap Abid biz savoldosh turib, "Men demabsiz" deb qolarmi? Yo'q, unda demaydi. Unda demaydi. Yo'q, unda demaydi. Esilganda Ayzuhra. Xaptab ketdik, ish emas deb o'ylayman.
Siz eğer Ayzükre çalınıp gelse siz yana bu sahnede kılışqa xalamsız. Ko'ngling'iz unamda. Hem de ko'nglim unumusumu hem de bu sahne degan muşlar narsa çalınış buldu, tanınış buldu. Hem de ben o kıpakıma çalınamdım, tanınamdım onu belki ufkama. Bir gap bular. Bir gap bular. Lekin hem de musabaqadaşlık mikrolar ta'sir etmesin ha. Programma tugaydi, lekin hem de bundan keyin mana sen chiqib, meni o'rnimda qolib qolding, meni shallab etib deb qolarmi? Deyman. İşte olmaydi. İşte olmaydi. Bugun birinchi bosqichda tayyorlagan mazmunni, nima maqsadda bu nomerni sol qildingiz? Men o'zimning qiziqishi olsam shu aktyorlikchi. Hamda men bu kasbni ham o'qib boqmagan. Shunga hamda bu yerga shu jihatdan o'zimning yolg'iz kuchlik hamda shunaqa etotlarni o'rinday desam, berilgan vaqt qisqa bo'lib qolgan sababli uning hamda qisqartsam, uniki to'liq ifodalanib bermay ekan mazmunlari. Shunga vaqt uzoq bo'lib qoldi. Shunga hamda shu hozirgini to'g'ri ko'rib chiqqandim. Endi biz buni talk show desak bo'ladimi? Bular, ha. Menga bergan ta'siri ba'zi bir so'z iboralarga diqqat qilgan bo'lsa qandoq bo'ladi deb o'yladim. To'g'ri, men shunda o'yladim, uqolmayla qoldim. Masalan, qaysi so'z iboralar sizning? Endi rostga qilsam, endi bu kasbning ahli bo'lmag'achqa asla so'z iboralarga misol chal ekanman. Shunga endi shu orqali ustozlar orqali endi qaysi jihatlarga diqqat qilsam bo'ladi, qaysi jihatlardan bilmayapsam degan maqsadda qatnashdingizda yaxshi. Shu sahna orqali bilmagani bilamiz, bilganlarimizni texmo cho'nqirlashtiramiz. Bizdagi tüpki maqsad shunda qo'yabida. Shu aboyingiz men nada ko'rdim deb o'tiribdimi? Ayzukra bilan itot o'ynab chiqdingiz-ku siz? Siz burun nima kasb o'qigan? Men burun doktorxonada ishladim dedingiz. Doktori. Sestra, ochaq qo'ydim. Sestra. Kasbingizni tashlatib hozir o'z oldingizga chiqyapsiz, shundaqmi? To'g'ri, shundaq. Bu nayt yaxshi siz oldin qaytdan mush kelish orqali, mush jarayonlarni ko'rish orqali menda mushtaq bir narsa bor, men nima qatnashmayman deb odam o'zini bilishi kerak-ku. O'zini bayqaganmi bu bek cho'ng ish. Demak siz hozir sodiq o'tibsiz shundaq-ku, bizningki ma programma darajadan tashqari to'r cho'lponlari. To'r cho'lponlari degandilar shu to'rda cho'lpon bo'layotgan cho'lponlar demakchi-ku. Demak ham siz o'zingizningki mahsulotni mana ikkinchi bosqichni tamomlaysiz, shu bosqichni o'tganni beshingizdan o'tkazsiz, o'zingizda bor shu yumoristik narsangizni qo'shib, siz o'zingiz qilayotgan sodingizga bundan keyin balkim siz bu ham boshlanish qadamingiz ham sizningki taraqqiyotingizdagi zo'r bir qadam bo'lib qolishi mumkin. Chunki sizda shu narsa bor ekan-ku. Yumoristik. Endi abay shuna yaxshi dedi Gulshan. Endi odam cho'qim o'zi qilayotgan ishga bo'libmi, odatlik turmushda mayli, turmushdami lekin mayli emas. Balkim qarshi tarafning yoki do'stingiz yo tuqqanlaringizning ba'zi bir ishlatilishga bo'lmaydigan gap so'zlarni ishlatish orqali amniyat sizning ko'nglingiz bek yaxshi, shundaq bir xato tushuncha berib qo'ydigan ahvollar bo'lishi mumkin. Lekin sakna texim o'xshamaydi. Sakna turmushda necha baldaq yuqori turadi. Bu yerda biz nimani deyish, nimani balkim biz o'qigan kasbimiz bo'lsin, qilayotgan ishimiz bizningki shu kasbda yoki shu o'qigan kasbimizda ma'lum utuq qozonib bo'ldik degandan derak bermaydi. Bizning sahnaga chiqishimiz davomli o'rganish bosqichimiz. Endi siz shu Ayzukraga tape bo'lib kelib, shopping o'ynab qilish jarayonida mush ideya kaptuki, kelgandan bir narsani kam qilib qo'yibsiz. Endi hozir sizni abi taqtuqqa ikkinchisi desak bo'ldi-ku. Abay nazı şu taq-tuq sözlediniz mi bizge? Bunu mu bizninki abay taq-tuqqa deb namga erişmekmi oңай emas. Asli siz muşini bir abayga siz qulculuk mu? Ya. Abay nima abid desiniz deb bir qulcusim debdimi? Bir amal qilib qanday qilsangiz topalaytdingiz. Aka men mushtaq bir sahnaga chiqmoqchi bo'lib qoldim, qatnashmoqchi bo'lib qoldim. Mani bir ko'rib baq degan bo'lsangiz, men bu yerda siz kichik bir misolni o'zimning tajribamni so'zlab beray. Men dar vaqtimda biz sinfda teatr fakulteti o'qiganki biz G'uncham dramasini o'ynaydigan bo'lib qolib, G'uncham dramasida G'unchamning obrazini berib qoldi. Amniyat o sinfdagi bir darslikdi. Men o'zim Qashqarcha o'qigan, men G'ulja ahanglarga pishiq bo'lmaganligim uchun bu G'uncham dramasini Gulbahor Hamid o'ynabdi-ki. G'unchamningki obrazini-chi. Men tepib, garchi kichik bo'lsam, shu Gulbahor Hamidni tepib, uyga kirib o'zimning ahvolimni dedim desam, men bek amroq bo'lib ketib,
Loyindayga aş uyda erinmey oturup hem naqsını oqып bəgənticu. Mən aşını əkitib məktəbdə kündə aşını anlap, onu çoğun səhnələrdə qoymayımız. Lekin mən hem de aştaq qıptikəmə oylap baxsam. Bu ya əstayidliqimdir, ya bəlkім şu kəsbi bolğan qızğınlıqımdır, ya bəlkім mənim tirişçanlığımdır, bəlkім keyinki səhnə həyatımğa şunun bir asası bu qalğandır. Mənim deməkçi oğunum nemo dese siz bir şey kilişdən burun, şunu bir təkrirlitib etkən bolsanız, texmi vəmmeyi bək güzel bulatdı. Əmdi səhnələrdə nem deyiş, qaysı hərəkətni qilish, qaysı söz ibarələrini işletiş bu naydı, bək yuqur səviyyə tələb qılıdı. Bizning hər bir qitim səhnəyə çıxıb bir gəp qilishimiz, bir itotni oynab çıxışımız unda oңай emas. Nurgun sanatkarlarımız, nurgun çünkü şoňlaşqa Taysha Shinyangon Tayshan Yifenjong deydi. 10 yıl tövende nim qılğan məşq qılğanda səkindiki 1 minutluk nəsə güzel nəsə çıxıdı. Şoňlaşqa bək yaxşı tayyorlıq qıptı ekansiz, bir neçə işletiliş tazalıq muvaffaq bolmagan söz ibara bilen bizning alaqı diqqatimiz chechilib ketib qoldi. Şoňlaşqa bundan keyin siz so'diq o'tibsiz, konulardan bag'u bo'lmasang illiq chiroy ochmagan do'kon sarayda biz mahsulotimizni shu güzel söz ibaralarimiz bilan, güzel tilaklarimiz, chiroyli gapimiz bilan, chiroyli muomalamiz bilan boshqalarni qayli qilish orqali so'diq qilamiz shunaqmi? Şoňlaşqa bundan keyin davomli siz o'zingiz bo'lmish yumoristik narsangizni davomlashtirishingizni umid qilaman. Andan keyin qo'rqmay dadillik bilan siz unchalik tortinchoqmi emas men qarsam. Bek haliqi boshqalardan haliqi itiqob ketadiganlikmi emas. Şoňlaşqa bir chiroyli yigit so'rsangiz bo'ladi. To'g'ri. Tabii ki şu vaqtning o'zida men telefon qilib qanday qilsangiz topa olaysiz. Menda so'ragan bo'lsangiz, men o'tgan menda ma bala, men qatnashay degan, meni bir ko'rib boqqamsiz degan bo'lsangiz, men xo'sh ketdim. Balkim tahrirlab berishim mumkin-di. Şoňlaşqa ish qilganda cho'qim bo'libmi sahnachu, bizning bir eg'iz so'zimiz, bir harakatimiz nurg'un ko'rmanlarimizga ta'sir ko'rsatdi. Şoňlaşqa shu bunun iki iş qilgandimi, şuna bir özünüzge havasınız. Çoxum yaxşı olub ketdi, soğudunuzmu yaxşı bolsun. Özünüzge barmış humoristik alaylığınızı taşlamay. Tam cari qıldırıp mağsanız turmuş degen güzel, bek güzel. Toğra, xasiyetinden bek toğru dedi. Əmdi biz şu səhnəyə çıxıb ekran arqalıq görmənlərimizə, tordaşlarımıza xizmət qılımızda məyli biz riyasetçilər bulaylı və ya ki tor çolpanları bolsun və ya ki abid xoşlaş mayırlar bolsun. Əmdi o səhnəyə çıxqankin biz bir yetəkləş rolunu ötəydikənmiz. Ekran arqalıq görmənlərimiz çoğun kiçiklər həmmisi bizni ürgə alıdı, bizni doğraydı. Şunun üçün biz hər qandaq işinin ən yaxşısını soğuk qilishimiz kerak. Bəlkim əcəb yuqur tələb qoyulub qaldı deb oylab qilishiniz mümkün. Abid, lekin bu özümüz qıvatqan muşu kəsbimizge bolğan yüksək dərəcədəki hörmətdən derək berdi. Onda bolsa dadınızdan ayalının oğlu Abidcan yaxşıdınmı? Əmdi ikinci basqışını tamamlayımız. Yəni əmdi sizin bivasita körüstüş rayonumuzda satıdığan məhsulatınız bolsa Jing'nin qızıl alıqatı. Jing'ı Hongqouji. Yaxşımı sizlər ikraldakı barcha dostlar. Sizlər bugün mənim əpkəməkçi bolğan məhsulatım bolsa, əmdi bu Şinjanның danlıq məhsulatları içidəki yani ünümü, mənfəəti intan yaxşı bolğan, yəni alıqat. Bu alıqatның adamga foydalıq bolğan rolları intan köp. Yəni bununda vitamin A, vitamin B, vitamin C, tömür, kalsiy qatarlıq hər xil yaxşı maddalar var. Bunu əmdi adam bədəniga ünümlük rolları köp bolğaçqa yoki bəzilər çay dəmləb içidi, poloğu iliqi dümləb pişağanımı közüңlar bəlkim. Şunun oxşaş, ana şorpulağı saldı, şu arqılıq istimal qılındı. Əmdi bununki adam bədənik paydalı qandaq degəndə, əmdi bunun köz roşanləşdiriş, qeyrişdən aldın aldığan, bütün əzalan yaşartış rolları var. Yəni futqol bəldim mağdur qalmaslıq qatarlıqlarga intan köp yaxşı mənfəət qılındı. Əmdi şu Antriya Tomurdaki qıldı. Kan ayrılışını teziltidu degəndək. Arteriya tomurunun tarayıp ketişinin aldı. Kan tomuru yani kan besimi var kişilərə kan besimini tövənlətib intayin yaxşı mənfəət qıldı. Işqıb kesel bulmaydısınız. Kovcu izleyen de.
Vaqt to'shdi. Kasal bo'lmay desangiz, yosh turay desangiz, diabet kasal bo'lmay desangiz, men igrash kasal giribdor bo'lmay desangiz degandek biza chiq gaplarni davatgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi-da. Shundaymi, Abid? Yaxshi bo'ldi. Kalamni batdi bir xil. Yo'q, men hozir deganim chaqchaq hamda har bir mahsulotning cho'qim o'ziga tushliq hamda rost bo'lgan alayligini deyishimiz kerak-da, hamda bu go'jiz bo'lsam do'rishmanglar degandek undaq e'lon so'zlar bilan mubalag'lashtirsak bo'lmaydi-da. Naq joyig'ili tushdi hamda lekin menimcha yaxshi bo'ldi. Masalan, vitamin A, vitamin B, vitamin C bor ekan, temir bor ekan, kalsiy bor ekan. Voy. Yaxshi. Qani, ustozlarimda aytgan anglab baqaylik. Abidning ikkinchi bosqichdagi maharatidan keyin Yaxshimisiz, Abidin? Yaxshimisiz aka. Sizning kimda hozir degandek oldin qatimga akagan itotqo. Ariya, nayt yaxshi bo'lgan. Bu daqim akagan nimamda, men taqut so'z o'yini nayt yaxshi bo'ldi. Endi bumi nayt az ko'rlidi bizningki. Hozir endi jamiyatimizda abay taqutqo deb shu burun gitarni yaxshi chalgan bo'lsa, hozir texmi uningdan halqib, shu taqutqo so'zlarini nayt yoqtirib anglaymiz. Hem de biz başqalarınki degini ait az köydük. Hem de sizinki hazır degandek bir iki sözler igiz pasıp ketmegen hesaplanmaganda ait yaxşı çıktı. Biz bunu suyunduk hem de. Bolsa hem de muşundaq hazır degandek internet devri, aşundaq bunu hazır bir çoğun sahnelerge açıkmasak mı öyde yalğız olturup nurgun neçimin adamga. Aşunda körüş arkalık hem iqtisat önüm yaratqılı hem başqalarının manevi medeniyetini yukarı kötərgili buldu. Bolsa hem de burun izlep qılğan bolsanız taxım yaxşı bo'ladi. Lekin hozir yana mi kechikmedingiz? Berip, körüşüp, müşunda oyan battı. Degandek müşunda ustozlarimiz bulup xasiyat adamning sözünü desiniz çoqum xoşulup müş telefonunu tepip, menda xasiyat adam sizga havola qilganda desiniz, daha bence yapamısınızmı? Bo'lsa yaxshi tirishing endi. Ma gujizni satqiningizmi, alqatnimi? Yaxshi bo'ldi bulapmı shu jingninki? Nima alayda maslahatga kam qolib qoldi. Hamda onun da bir yiltildirag'ili bo'ladi. Yaxshi asos jihatdan bizga kelgan nimang martingizdan uni aytib xo'sh bo'ldik. Yaxshi tirishing. Rahmat aka. Rahmat. Abid yaxshimisiz? Yaxshimisiz da. San'at talantingizni men oldin qatim kelgan vaqtda bek huzurlangan. Bugun meni o'xshamaydigan tarafdan namoyon qildingiz. Ana mush to'rda mal sotgan jarayoningizdan ko'rsam, bu mahsulotni sotmamdiki deb o'yildim men. Nurg'un alayligini so'zlab, oxirida vaqtmi to'shmagan. İmkaniyat bat değil ki bu mahsulotni satamdığını satmamdığını ya baz yok ya setib bilinglar. Bunda bir davet mi yokçu? Tanıştırıp yetip ketip bu yerda. Andan dastlabda tanıştırgan vaqtda shu mahsulotning markasi mi yoki bir yerning ismi mi? Men shuncha bilinmay qoldim. Bu yerda alaqatning rolini tamak yaxshi tanıştırıldı. Lekin setib bilishga qiziqtirish bo'lmadi. Azroq qiziqtirish bo'lish kerak. Andan xaridorlar doim ishkilinib, masalan Məsələn özlüge yapıldığı paydasıga yoki özünün tüylügen puludan köprək bir mənfəət erişdiğanlıqıga cəzimləşdirgəndəkin setib aldığanlar var. Lekin yana qara çıxırsa işkilindiğanlar var. Bizden qara çıxırıb berişimizge bizden azraq iştirib qoyuşumuzga ehtiyacı puldan xaridorlar var. Şuna san'at kasbidan başqa, mal setiş kasbida utuq qazanmat etgansiz. Taqatuqu so'zlab qo'ygandek oxirini zanglab tushunib beringlar deb qarab turmay, cho'qim setib bilishga da'vat qilishimiz kerak. Bo'ldi, rahmat. To'g'ri, masalan, boya degandek naning gojisi ang dangliq, Xinjiangning, ya'ni Jingning. Ha, masalan, naning paxtasi ang yaxshi, Xinjiangning paxtasi ang yaxshi degandek-chu, hamda boshqalarni birinchi nuqtadalamchu o'zimizga jalb qilsak, ham yaxshi bo'lardi degan deyman. To'g'ri dedim, Nurmat ma'lum. To'g'ri. Men bu boshda Jinghe desam, bir jing bir yerning o'rnini deb bildim. O'ylaganimga to'g'ri ekan. Keyin nimaligini bilmay, men tushundigan vaqt hech narsani demadi-chu. Jing to'g'risida hech narsa chiqmadi. Ash bir cho'ng bir kamchilik bo'lib qoldi. Abid inim ikkimiz boshdan boshlaylik, yaxshi turdingmi? Yaxshi. Men bugun qil taqtuq bir narsalarni aytibsam, men sahnaga. Men taqtuq so'zlash meningcha oson emas. Voy bektas. Men jamiyatim kuratimiz. Men shu ikkinchisi ekan men seni ko'rgancha. Mening tafakkur favqulodda bunda echilib ketgan ajoyib kangir bir tafakkur qildiq odam bo'lmasa, ma'nosini yezib chiqqanim bo'lmaydi deb qarayman men. Rahmat aka. Majatini hali huzurlandik senga kelgan nomeringda. Bayatın satqan vaqtingda sen bu alaqatninki ancha tarkibiy qismini deb aytding. Men sana deb qo'yay, iste'molchilar tarkibiy qismiga bek qiziqib ketmaydi.
Nimaga payda qiladi? Bevosita shuni da. Vaqtni sarf tushunmay. Ba'zilar toshqan zadiki va bishmil deydiki, men hayotim toshqan zadikini ko'rib boqmadim, nimaligini bilmayman. Bu bazı onunla kalımızda aş nimaga payda qiladi? Ha, to'g'ri. Anasi shu. Endiki jingning dedim. Jingningki ma'lum bir jingningki mush gojisi eng dangliqga men ham hozir bildim-da. Sen mana mush yerda jingning gojisi o'xshamaydi deydigan bir narsani gavdalantirayver. O'xshamaydi. Nurg'un gojisini yeb baqqan bo'lishingiz mumkin, ammo o'xshamaydi, qat'iy o'xshamaydi deb bir gapni tushuntirib ol. Bo'ldi. Azroq qilib, shuni bilan setib chiqib qolaysiz bir narsa. Farqlanish kerak-da bu yerda. To'g'ri. Nima uchun seniki setib oladi, ko'chaga chiqsanglar gojis tuzanmayadi. Bir to'rni bosib g'ipil chiqadi bu. Balkim senikida azin chiqishi mumkin. Avvalgi sortni sen bildirishing kerak-da. To'g'ri. Allohga xosliqni kichkinam. Ammo Xadicha ma'lumga yarab ketibdi-da, ketaychog'da birib ketasiz ham. Gojizmi? Shunda yaxshimi, qanday narsa bu deydi. Foydali rollari bek ko'pdi, men to'liq diyamay qoldim-ku. Ha, bo'lmas buniki haqiqatan oshirma emas, ko'ptirma emas, o'zining foydali rollari bek ko'p. Rosa. Lekin haqiqatan shu joyi diyamay qoldim. Shu alaqatni choylarga silib, sho'rplarga silib qo'y ichib baqan, lekin bundacha qalaylik bor deb birdan tarkibidan rolashib so'zlabdingiz. Men ko'p turib oldim-u deb o'ylab, shunda ras alaylik chiqma dedim. Men faqat 5dan 1 qismini dedim foydasini. Mana asli taqqa tuqqu bo'lgandan keyin taqqa tuqqu paydasi bo'yicha davagan bo'lsang, ilangla deb vaqiralib olgan bo'lsang, hech bo'lmasa vaqt to'shdi. To'g'ri. Asli boshda anda o'tib, men tushsam bo'lib ekan, taqqa tuq so'zlab olib, oyoq chiqqan ekan, kallamni elishib, shu to'xtab qoldim bu yerda. Sen turib qolgarim shu. Qaytadan kelamdi qamsa? Ya, rahmat. Hamdi qili joyiga tushibdi buni. Hamdi ko'nglimdagi bir gapni qilsam, rahmat ustozlar. Shunday yaxshi fikr berdinglar hamdi. Menmo endi mushundaq bir cho'ng sahnaga chiqib, mushta birini so'zlab orasida ba'zi bir so'z iboralarni xato ishlatib qo'yib, joyida ishlatmaganimdan hamdi rost gapsam ko'nglim yerim bo'ldi. Hamdi bu to'g'ri mening atrofimda hamdi hech qanday bir tuqqanlarning orasida bir muhit, san'at muhit yo'q bo'lg'achqa, men bu jihatdan bir xil yolg'iz kelib qoldim-da. Men atrofimda qo'llashda hech qanday jihatdan, lekin misha kelib, sizlarning bergan fikringlardan men shunday xush bo'ldim. Bundan keyin diqqat qilma, o'ginda g'ayat o'ginib, hamda davomli o'zimning qiziqishini to'xtatib qo'ymayman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Mundaqchi Abid, bizmi tunji qitim sahnaga chiqiblam. So'zlaydan bo'lib ketmaganchu. Menmi 16 yildan oshdi. Endi mushinchilikni so'zlayoladigan bo'ldim texi. 16 yil jarayonda. Shunlashqa hechdan bo'lmaydi. Men bir jumlani bak yaxshi ko'raman, mukammalsizlikning o'zi bir mukammallik deb. To'g'ri. Shu mukammalsizlik bo'lmasa biz o'zimizdagi kamchiliklarni bilmaymiz-ku. Shundaq-ku? Ya, Minavar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Oldingi qitim nomer ko'rsatgan vaqtim shunday yaxshi qilgan techu, bir kasbiy emas turib yaxshi qildik deyishgan biz Xadicha ma'lum bilan. Bugunmi shunday yaxshi bo'ldi, men boshda anqiramay. Nim bo'tdi deb. Anlab baqib, na taqatuq ekandik. Anadagi his qildim. Men bu taqatuqchilikni bek qiyinmikin deb o'ylayman. Taqatuqchilikni. Yangi bir ism qo'yib berdi, taqatuqchilik. Shu ham bek qiyinmikin deb o'ylayman, chunki biz bu gapni taqatuqqu gapni oqoqidan ulab qopiyalashtirib deyish bak qiyinchu. Bunun xel o'tkir kalla bo'lmaydi. Bu tarafınız bek elqi. Ish qilib suyundirdi. Ikkinchidan meni izchil eng bak huzurlantirgani sahna turish oldi. Nimish qatsizchi men sahna izchil nurg'un balla chiqdi. Bu yerda ishtirvas ola qichib ketgidek turganchu. Lekin mabali qarsam da ishtirvatsam tushmayman, ching turyotdi. Men mushtir baqayman, ishtirib baqay. Shu mushtarpangizni bek huzurlandim. Endi Jibo qilish jarayonida, endi qo'qilish jarayonida hamda boshqa ustozlar deb bo'ldi-ku deydigan, ya'ni men shu bilan bizning Xadicha ma'lumdak bu oliqatning oshuncho'labek nemiz bo'lamdi, buni deb o'tgandim. Lekin siz boyan 5dan 1 qismini dedim degandingiz, men tushunmaydi ekanman deb o'yladim. Endi men boshqa tarafni demay, lekin mushu Jibo o'qigan vaqtda siz necha qitim ekrandan ko'zingizni ip qochdingiz. Ko'zingizni ip qochdingiz, demak siz oldingizdagi iste'molchilardan, oldingizga xaridorlardan ko'zingizni ip qochyapsiz. Bu vaqtda iste'molchilar bek tez bilib oldi sizning faqatla o'zingizga ishonmaydiganingizni. O'zingizga ishonmaydigan odam mahsulotni men maqtasangizmi, xaridorga ishonch berolmaysiz. Shunmi shu inchik halqalarga diqqat qilishimiz kerak. Inchik masalalarga diqqat qilgan chaqda cho'ng masalalar kelib chiqmaydi. Davomli xayrat qiling. Rahmat. Tirishaylik. Mana bizning bu san programmamizga konu mahirlarimizga jang e'lon qilgan 4 nafar mahirimiz o'zlarining mahoratlarini ko'rsatib bo'ldi. Unda bo'lsa oldingi 3 mahirimizdimi? Sahnamizga taklif qilamiz. Qani, marhamat.
İhraldırık qadırlı körmənlər, tordaşlar. Mana bu 4 yeni mahirimiz, yani bizden konu mahirlerimizga, tor çolpanlarımızga can elan qan raqabatqa mahirlerimiz maharetlerini köstüp oldu. Hakikaten bu mahirler bir-birden qaltız, həmimizni acayip bir toygulağa başlap kırdınglar. Andi, ana 4 ustaz turuptu. Sizler tanlaysızlar. Tanlığandan keyin ustazlarmı özünün tanlamaslığını isbatlaydı. Eğer tanlap qalsa, özünün grubidagi bir mahirni şallish kerak. Shallab deydi. Shallab deydi. Endi bizning oldingi programmamizdagi Mavri Gagaga jang e'lon qilgan Mavlida Tuntianda Ballet degan naqshni o'rindingiz. Demismi bizning oldingi programmamizda Mavri Gaga naqshni aytgan. Unda bo'lsa tanlamdik. Ya'ni Mavlida qaysi ustozni tanlaysiz? Minəvər ustazni tanlaysiz. Nima uchun? Çünki Minəvər ustazning nurg'unlagan yangi ilg'or bo'lgan ideyalari meni texmi bak o'zga mabdun qildi. Minəvər ustazda men o'g'ishga tegishli nurg'unlagan taraflar bor ekan, shuga o'rganay deb Minəvər ustazni tanlamoqchi. Bo'ldi. Minəvərni tanladingiz. Endi Aqu kimni tanlaydigandu? Aqu bizni bir hayron qoldirib o'tamdikin, ha? Boyami hayron qoldirgan izchil. Men Xadija muallimning. Nimishqa? O muallim pek pul topdi ekan. O muallim pek pul topdi ekan. Qanday bildingiz pek pul topdiganini? Amisi shunday dedi. Amisi shunday dedi. Ha, unda bo'lsa siz o'quvchilar bilan jiqroq ko'rishibsizda, chunki hamda Xadija ustozning o'quvchilari Xadija muallim orqali, Xadija muallimning bilimlari orqali, tajribalari orqali pul topadi emasmi? Mana Minəvərmi Xadijaning o'quvchisi. Xadija muallim orqali o'zining iqtisodiy qiymatini texmi oshiryotdi. Shunlashqa Xadija muallimni ustoz qilish orqali texmi jiq pul topqingiz bormi? Shu pay bo'lib ketaymi? Pay bo'lib ketib qanday qilsiz undan? Shu o'tma, shu pay bo'lib. Bo'ldi, dasha. Pay bo'lib o'tishingizni umid qilamiz. Siz bir boy bo'lib ketding, ha? Ha, Azar. Nur Muhammed ustozni nimish tanlaysiz? Sizmi bir pul tepib ketaydi adamsiz ya? Yo'q, shu Nur Muhammed ustoz qarsam, menga o'xshash o'ruq ekan-ku. O'ruq odamning birinchisi bo'ldi shunlashqa. Voy, nima demakchi? Bizning ayg'irligimiz. Nur Muhammed ustozda menda kamchil bo'lgan nurg'un taraflardan o'g'in vog'ili bo'g'idek shunlashqa Nur Muhammed ustozni tanladim. Masalan, asosligi qaysi taraflarni to'liqlamoqchi Azar? Masalan, so'zlash qobiliyati jihatda, ba'zi diqqat qilishga tegishli nuqtalar jihatda meni askartib, tarbiyalab turish jihatda menga ulgu bo'g'idek yaxshi ustoz bo'la oladi deb o'yladingiz, ha? Shuni o'yladim. Yaxshi. Har birlarning tanlash sababinglarmi o'xshamaydi, ha? Bakchalib qilarliq. Abid taqtuqa kimni tanlaydigandu, ha? Mening tanlaydigan ustoz Nimishqa? bir xil akam o'xshatdim-ku. O'z akangizgimi, navra akangizgimi? O'z akamga. Shon bir xil tatvatdi demdi. Shona shu. Undan boshqa bundan keyingi har bir kunlaringizda shu to'yliq kiyimlari turmushimda ayrilmasin deb. Kostyumni jiq kiymam deb maqsadim desam-ku. Shon odatda men shu to'yliqdan kostyum ilib kiyib mushtaq Paletlarga texnik qatnashsangiz, shu boday qo'qsiz. Yoqtirishim shunday bo'lganki, shuni bilasan men tildim. Sizning kasbingizga, ya'ni shu to'rda bevosita setishingizga foydasi tegadi deb o'ylamsiz? Shunday. Ya'ni tajribasi bor, to'g'rimi? To'g'ri, hamda ustozlarning hammasiniki tajribasi bor, hamda bu yerda hamda dedim qo'y, baqidek bir xil ko'nglim tortyotdi deb, hamda boshqacha hamda tasvirni men hamda til bilan ifodalab bermayman demakchi, ha. Ya'ni, o bilan sen efendim tanladingiz, ha?
Bo'ldi. Onda bo'lsa mana bizning 4 yep-yangi mahirlarimiz. Her bir ustazni tanlab bo'ldik. Aqlliqga men birasini yoki ikki o'quvchimiz bir ustazni tanlab qolamdi ekan deb ansirgandim, qanday hal qilamiz deb. Bu birinchi bosh qattinchilikim hal bo'ldi. Endi yana bir muhim masala bor. Ustozlar, sizlar tanlamamsizlar. Tanlagandan keyin o'zingizlarda asli bor bo'lgan 5 mahirning ichidagi bir nechta chalib etishinglar kerak. O bilasan efendim nim deydi ekan? Anlab baqaylik. Biz aldın qıtı mahir tanlagan. Endi buna ettim mahirler bizni tanladı. Ya oldun vazgeçkil olmasa, ya buldun vazgeçkil olmasa, tığı bulup mı abidde genimiz ne etti? Tecrübeli kavul, işini dığamdı. Yama adamdan birisi kip kaldı. Hem de bunu kanda kılamaz hem de. Boğsa bunu bir tertipini özgertem de 4'ne 5, 5'ne 6 kılamdı. Mana, yanlış talaplar çıkmadı. Doğru. Abidni çokum tanlığınız var. Ha, tanlığım var zaten. Abidni kaysiyat işençiniz var. Bulup mu şu üzünki dadıllık olan bir şeye çıkışı hem üzünki bir yeni türünü çıkarlıqıdan nait söyündüğümüz ama. Bizden hem de başlayıcımız dağıtıdı. Yenilik yaratıştı. Bulup mu bu yenilik yaratıştıken nait mühim. O bir ticaret olsun, sanat olsun. Yenilik degen bir baylık emdi. Bunun mu biz hazır degendek başkalarımı dedik mu şu abeyta kutukudun başka adamdan anlap bakmagan dep. Şunun okşaş onundan eşip gitip nayta abeyta kutuku dep de hem alışıp gitkan. Aşında buluşku çokum işencem ba. Rahmet. Özünüzden aslındaki 5 mahirınızdan birisi inşallah vetkiniz yok mu? Yok. Başkalarının fikrini anlap bakaya. Hadice malım. Ben Akku'nu payım bek yaxşı görgenlikin paytexim yaxşı görüp kaldım. Mening mu oyuldum men ilgirki mayırlardan kimni şallı üteme dep oylasam biraz men şallı üteligidek. Men qiyğidek biraz yok gellikin Akku'dum mu keçenmeydigandek durma. Keçelmeymen seningdin Akku. Şundaqlar. Özü şundaq jimjit turib elib, lekin bağansır adamga özün tatadigan jelib qiladigan bir iqtidor bor ekan. Ha. İçidan şundaq o'ziga tatadigan. Bak suyundim, texim yaxshi ko'rib qolyapman. Ha, davotdi. Mana. Ha. Yaxshi ko'rib qapti sizni. Hadice malım. Ben de yaxshi ko'raman. Ha. Mana. Rahmat. Yaxshi ko'rish shekillendi da. Mening ilgirki mayırlarımdan vaz kechkim yo'q. Aqudum mu vaz kechkim yo'q. Voy bunda qissaqamdi. Şallamaysizlar. Şallamaymiz. Nur Mehmet malım. Özünüzge o'xshash o'ruq mayır Azhar. Sizni tanladı endi. Men elbette Azharni tanlayman da. Ha. Çünkü o'ruq bo'lganligi uchun. Ya Azharda bir xoslik bor ekan-ku. Bir to'g'ri yo'llanishga qarab yetaklab mangsa, chuqur bir natija yarata oladiganligini men ko'zim yetib bo'ldi. Rahmat. Men xela mas kelib qoladi ekansiz o'zingizga. Hem şunu materyali ya. Materyali. Ha. Albatta, men boshqa ustozga o'xshab men boshqa mayrilda men kechenmayman. Ya birini çallaysiz karım yok. Ya inşallah şu olsun mu hem de kim bula? Ve hem de bu musabıqının qaidisi de çokum hem de tallaganken özünlerinin bir mayırlarını şalımsanlar bulmaydı. Şallığınız yok şuna mı? Elbette şallığım yok, Azhar'nım ağım var. Uyey. Nimda to'ymas ustozli bu? Şu emas mu? Qanday gap bu? Qanday bulab ketdi? Ha, minaver. Rostga qilsam boyamdan yanqib, bulan olsanglar, sizlar olgan, shallaysizlar degan gapni anglab, mushu yurkim ilqichu shururud bo'lib, yaronchilikda o'ltiryapman. To'g'ri, ha. Apa Mavludani boyam biz tunji ko'riblar, menimiz bek yaxshi ko'rganchi, men shaxsan men bek yaxshi ko'rgan. O'zbek yiqishliq bo'lib qolmay, shuna obrazim yaxshi, yana lekin bek tirishchan, shuna astoydil his qilgandim. Şu hazır ilqi Mavri Gaga bilan ikkisini kallamni bir piqirayotdi qanday qilish kerak deb. Endi mening taklifim bo'lsa, ularni challamayli, bularni beringlar. Mana. Tang endi bir o'quvchi degan ortiq kelmaydi-ku. Shunga biz ep qolayli, endi qog'ini bir o'ylashib, ish qilamiz shu guruhdagi Hizmetçi xodimlar demekçi ya. Programning xizmatchi xodimlari bir o'ylashib atsanlar. Bir tas masalaga duchar keldik, qaranglar. Sizlarni mu ağızba. Özlerinin konu mahirlerden mu vaz keşkisi yok. Onda bo'lsa men bir bizning xizmatchi xodimlar bilan paranglish baqayman agar
Әмді мен сілерге 100% капалет беремеймен. Çünkü әмді біз программымыздыңки қайдысын шыққаған вақтымызда әмді бұл майырлар үшін çoğun біріне шаллаңла деген принцип бойынша мұшта меңішіміз керек еді. Лекен xizmatchi xodimlarimiz deyimdaydi, әмді біздің төт ұстазымыздың пішкерге қошыламды, сілердің деген ералардан шыққамды. Мен бір параңыз бақай, оның денген жауабын берейлі ма? Жауабын берей, Майырлар, çolpanlar, ustazlar. Yuqorida men bizning shu xizmatchi xodimlarimiz bilan paranglashgandan keyin bo'libmi bizning 4 ustozimizga hurmat bildirgan asosda fikringlarga qo'shilganligini bildirdi. Lekin bir talab bor. Qanday deganda hamdi hozir Mushtapdan boshlab har biringlarning guruhida birdan o'quvchi ko'paydi. Har biringlarda 6 shogird bor degan gap. Hamdi bizning keyingi o'tganlik musobaqamizda şallaş texmi keskin buluş mümkün. Biz bırakla 24 mayırdın. Çünkü her biralarının 6'dan mayır buldu. Hem de 4 ustazının cemi 24 şagirti buldu, okuyucusu buldu. 24'nin içinden bıraklam 8 mayırını yapkalımız. Şunun için musabıkımız texmi ciddi, keskin ilip verildi. Eğer muşunun koşulsanlar buludu. Biz sizlarning fikringlarga qo'shilamiz. Endi bu albatta bizningki mushu yep-yangi mahirlarimizga berilgan bir fursat deb o'ylayman. Mushu fursat orqali, mushu sahna orqali bular texmi chiniqsin. Ustozlarning yetkazgan bilimlari orqali bundan keyingi kasbiy hayotida texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirsa degan umidda. Shuning uchun qo'shilamizlar, ustozlar. Qo'shilaman. 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 Menmi qo'shilaman. Bundan bo'lsa ustozlarimizni tabriklaymiz shundaqla. Eng muhimi Mahirlardan təbriklayımız. Yeni bir qitimliq proqramımızgacha, şundaqla yeni bir qitimliq tanlashgacha o'zingizlarda bor bo'lgan tirishchanliklar, şundaqla ma'lumotlarning degini bo'yicha yana bir baldaq yuqori saviyaga chiqishinglarni umid qilaman. Biriktirishaylik. Unda bo'lsa bir berib ustozinglar bilan ko'rishayotgan bo'lsanglar, muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Şinjan'daki her millet hanım kızlarımızdan alqışıga erişken fənsi tibbi ter asraş buyumları programımızdan tajdarlığını öz üstüge alğan. Abide gazlıq soda suyu, abide meyve təmlik çayları, abide təbii muzluq suyu, abide kəsbi pay çeklik şirketi programımızga alayda həmkarlaşqan. Huzur töygü sütü paraşugi, huzur töygü sütü etkençiyi, huzur öşkü sütü etkençiyini işlep çıkargan Ürümçi Hayat şirketi programımız bilen alayda həmkarlaşqan. Şinjan Fenşing Medeniyet Tarqıtı Şekli şirketi programımızın işləyişini öz üstüge alğan. En kəsbi bolğan qısqı video torda naq meydanda görüstüb mal setiş toğrusuyla həmkarlaşmaqçı bolsanız, Fenşing Medeniyet Tarqıtı Şekli şirketi bilen alaqılışın. Programımız bilen həmkarlaşqan orun Büyük Shop yininizdeki Yekşemi Bazar. Unutqaldınız ha? Ben muş çavakçap udardan çık kettimlik es qıldınlar mı? Kızlarını tanıştan qoqdunuz mu? Ya kızlarını bozacak qıp qo'ymay dedim. Endi inkasonlar texim tez bo'lish kerak, suratmi tezlashdi, ma'qulmi? 3 2 1. Onun üstüne ben Xotan tilab bizga men bek amroqchi. Men o'zim dars so'zlaganda aralashtirib so'zlab qo'ymayman ha. Hatta amroq men Xotanchiga. O'qishib ketdi degan gap, anidan tuven turdi degan gap. Hech kim 2-chi nomerlik mahsulotni yaxshi ko'rmaydi. O bo'lasan efendim. Hadicha xonim, Nurmamat efendim. Uchunglar ikkaylendin birini tanlab berishinglar kerak. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, shundaqla turdashlar. Bu son programmamiz meningcha mo'l usulliq programma bo'ldi desak bo'ldi, chunki yep-yangi 4 nafar mahirimiz, kon mahirlarimizga jang e'lon qilish orqali, albatta o'zining tirishchanligi, o'zining aloyiqligi, xosligi orqali bizning ustozlarimizni jalb qildi. Shuning bilan har biri o'z yoqtiradigan, shundaqla o'zining qalbida cho'nqur o'rin olgan ustozni tanlab oldi. Bizning ustozlarimizmi o'z yaxshi ko'rgan o'quvchilarga erishdi. Mana bu jarayonning hammasini biz bir mo'l usulliq jarayon deb esaq bo'ladi. Endi bizning har bir ustozimizning mayir bo'lsa 6 bo'ldi. Jami 24 mayir. Darajadan tashqari tor cho'lponlar programmamizdan hozirgacha qatnashgan mayirlarning soni bo'lsa 24. Endi keng son programmamizda bu 24 mayirning ichidagi faqat va faqat 8 sahnimizda qolib qoladi. Qolganlar bo'lsa bizning keng son programmalarımızga qatnasha olmaydi. Nima bo'ldi deganda, darajadan tashqari tor cho'lponlar programmamiz bilan qo'shilishdi.
Musobaqa degan mana shundoq rayimsiz bo'ldi ekan. Lekin men musobaqamizning har bir jarayonning adil ilib berilganligiga ishonman. Kingson programmamiz texmo jiddiy ilib berildi. Kingson programmamizni ko'rishni unutib qolmanglar. Ekrandagi ko'rmanlarimizga, ustozlarimizga, cho'lponlarimizga yana bir qatam minnatdorligimizni bildiramiz. Kingson ko'rishaylik. Xayr xo'sh.